Hammaga assalomu alaykum. Hop, bugun men o'zim eng ko'p foydalanadigan bitta instrument FreePix Space'da avtogenerator haqida gaplashamiz. Buni hop promptini bemalol Gemini'ni o'zida ham ishlatsanglar bo'ladi. Gemini yoki ChatGPT'da. Bu juda ham yaxshi ishlaydi. Hyperprompt yaxshi tayyorlangan. Hop. Buni post kommentariyasiga qoldiraman. Promptlarini endi bitta Gemini'ga kirib keyin tekshirib olsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, oldin ham bu prompt haqida gaplashganmiz. Hozir ko'rsangiz Space'ga tayyor joylab qo'yganman. Bemalol kirib skachat qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bizada mana bu yerda bordi, Studio Photo Generator degan. Bu xuddi o'sha studio formatda generatsiya qilib berardi. Faqat buni yangilangan versiyasi bu yoqda. Ya'ni qanaqa? Masalan, bizada odatda mana bunaqa sifati pastroq yoki umuman orqa foni yoki yorug'liklari yaxshi bo'lmagan bizga rasm tashib berishadi klient. Biz uni qayta ishlashimiz kerak bo'ladi odatda. O'shaning uchun bizada bu yoqda bitta assistent bor, asosiy rasm bor, bu yoqda generator. Bu yoqda yangilik nima desanglar, bu to'g'ridan to'g'ri prompt tayanmagan, ya'ni bu yoqda bizada assistent bor, assistent yozib beradi promptni. Undan keyin bu yoqda generatorimiz bor. Narigi anaqada bitta generatsiya qilardik yoki ikkita mana buni 2 ta 3 taga ko'paytirsak, mana yonlariga chiqib ketaverardi rasmlar generatsiya bo'lgan. O'shaning uchun bu yoqda biz list nomer 5 ni qo'shganmiz. Ya'ni biz mana buni 10 tagacha ko'paytirsak ham bitta listni ichida bizga saqlab beradi. Buni yaxshi tarafi o'sha ishlatgan oynamiz tartibsiz bo'lib ketmaydi. Bu FreePix Space'da ishlaydi faqat. Mana shu listlar yoki generatorlarni alohida ulash shunaqa. Buni afzallik tarafi aynan o'shanda. Endi buni yangilangan versiyasi qanaqa? Bu yoqda birinchi bizga list qo'shilgan, keyin orqa fonini biza bemalol mana bu yoqdan universal qilib qo'yaman. Masalan, ofis bo'lishi mumkin, oshxona yoki qanaqadir avtosalon yoki xohlagan anaqaga o'zgartirishingiz mumkin. Xohlagan fonga. Buni ham to'g'rilab qo'yaman. Xo'p. Buni ko'radigan bo'lsak, o'sha assistent qo'shilgan, assistent mana bu yoqni o'zgartirsanglar, bu yoqdan bitta komanda bersanglar, to'liq jarayonni o'zi avtomatik tarzda yakunlab beradi bizga. Mana bunaqa 6 ta xo'p, variant qilib. Yoki mana buni bemalol xohlasanglar 10 taga, xohlasanglar 20 tagacha ko'paytirish mumkin. Men odatda bittada 6 marta 6 ta generatsiya qilaman. Nimaga? Odatda har safar ham nano-banani bizga yaxshi natija chiqarib bermaydi. Yuzi yaxshi anaqasini saqlab qolmaydi o'shaning uchun. Yana bitta eslatma, odatda generatsiya qilganda, xo'p, hammasini skachat qilib olib, klientga bittaga tasdiqlatib olganimiz yaxshi, chunki menda ko'p oldin muammo bo'lardi. Klientga jo'natsam, tayyor dizaynni jo'natsam, hamma yuzi o'xshamabdi degan muammolar bo'lib qolardi. O'shaning uchun oldin rasmlarni tashib beraman. Ularning ichidan bittasini tasdiqlab beradi. Bu klientga ham yoqadi. O'zimga ham tashab qo'ying, profilimga qo'yib qo'yaman degan vaqtda ham bo'lgan. Mana shu holatdan juda ham yaxshi ishlaydi. Bu o'sha biznes portret deb nomlab qo'yganman buni. Buni o'zingizlarga kopiya qilib, ichini mana qismini o'zgartirib, keyin bitta avtogeneratorga bersanglar, o'zi hammasini jarayonini to'g'rilab beradi. Xo'p, keyingisi bizda bor. Nimaga qolib ketgan bu? Xo'p, buni to'g'rilab ko'rib qo'yamiz. Keyingisi qanaqa? Bu biznes anaqa emas, nima deydi? Biznes generator emas, biznes portret emas. Bu studio portret. Mana buni to'g'rilab qo'yaman. Studio portret deb. Studio portret to'g'rilab qo'ydim. Bizda mana bu yoqda masalan 5 ta generatsiya qilganman. Faqat mana bu qayerdandir o'zgarib qolibdi. Bu yoqda yana o'sha muammo, masalan, kameraga qaramagan, yaxshi yoki umuman bizga yorug'liklar to'g'ri kelmaydi. O'sha holatda biz mana bu yoqdan generatsiyaga beradigan bo'lsak, bizga o'sha kerakli natijamizni so'raydi. Mana bunaqa o'sha qabul qilasan, hammasini o'zgartiraylikmi so'raydi. Bosganimizdan keyin generatsiyani boshlaydi. Mana bu yoqda list bor. O'sha bu yoqdagi kabi hammasini bitta fayl ichida saqlaydi. Buni bitta nastroykasi bor. Hammasini keep items degani o'sha har bitta generatsiya bo'lganini bitta saqlaver degani yoki replace items qilsak, xo'p, yangi generatsiyalarni eskisini o'chirib yuborganda faqat yangisini saqlagin degan bor. Biz mana buni keep items saqlayveramiz. Generatsiya bo'lgandan keyin bizga mana bunaqa tagida natijalarni chiqarib beradi. Xo'p, hammasi yig'ilib ketaveradi. O'zimiz bitta ichini ko'rib analiz qilib olamizda, keyin to'g'ri keladiganini mijozga jo'natib qo'yamiz. Bitta tasdiqlab bering aka, mana shuni yoki kim bo'lsa ham tasdiqlab bizga mana shu rasmni ishlatsangiz bo'ladi deyishgandan keyin
uni bemalol anaqa dizaynda ishlatib tursak bo'ladi. Keyin yana bitta mana shu yerda fishkasini aytib o'taman. Odatda nano bananada generatsiya qilganda hech qachon test uchun generatsiya qilayotganda 2K yoki 4K dan foydalanmang. Mana buni 1K ga qo'yib qo'ysangiz, bu bizga mana testoviy anaqalarimizni, generatsiyalarimizni tekshirib olish uchun bizga tezroq ishlab beradi. Yoki kimlar agar bu generatsiya uchun ham sizdan o'sha kreditlarni foydalanadigan bo'lsa, 1K da kamroq foydalanadi yoki umuman foydalanmasligi ham mumkin. O'sha tarafdan birinchi o'zi generatsiyamiz qanaqa ishlayapti, to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi, o'shani tekshirib olish uchun ham 1K ga qo'yib testoviy generatsiya o'tkazib olsak, bu bizga juda ham katta foyda beradi. Xo'p, umumiy mazmun shundan iborat. Bizda ikkita avtogenerator bor. Buni linkini kanalga tashlab qo'yaman va promptlarini tashlab qo'yaman. Xo'p, sizda qanaqadir savol bo'lsa yoki qanaqadir yordam kerak bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi. Qanaqa mavzuda keyingi safar gaplashishimiz kerak yoki qanaqa mavzuda sizlarga video dars qiziq, o'sha haqida yozsanglar, men uni bitta ko'rib chiqib, mana shunaqa video dars holatida yozib, guruhga joylab YouTube'ga joylab qo'yaman, bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kuzatganingiz uchun rahmat. Savolinglar bo'lsa, bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.